Assalomu alaykum. 2024-yilda Andijon viloyati o'smirlar karantini va himoyasi boshqarmasi tizimida bir qator muhim ishlar amalga oshirildi. Bu ishlarning asosiy yo'nalishlari va natijalari quyidagicha. Andijon viloyatidagi mavjud fermer xo'jaliklari, klasterlar, tomorqalar hamda aholi punktlarida karantin dala nazorati olib borilib, viloyat bo'yicha 644,4 ming gektar qishloq xo'jaligi ekin maydonlarida fitosanitar dala nazorati o'tkazildi. Shuningdek, 2024-yil mobaynida bir marotaba dolzarb 15 kunlik, 4 marotaba dolzarb 30 kunlik va 2 marotaba dolzarb 40 kunlik tadbirlar e'lon qilinib, chora-tadbirlar ishlab chiqildi va bajarilishi ta'minlandi. Mavsum davomida G'o'za maydonida ko'sak qurtiga qarshi 74,081 dona feromon tutqichlar, 74,050 dona sardish eritmali tutqichlar o'rnatilib, kunlik monitoring yuritildi. Xususiy sektor bilan ishlash bo'yicha biolaboratoriyalar 86 taga va o'simlik klinikalari 105 taga yetkazilishiga ko'maklashildi. 73 ta texnik pasport va sifat sertifikatlari berildi. 1,140,000 dona oltin ko'z, 1,335 kilogramm trixogramma, 359,3 million dona brakl mahsulotlar yetishtirilib, jami 217,529 gektar g'alla, paxta ekin maydonlarida hamda mevali bog' va tokzorlarda tarqatildi. Tuproq agrokimyoviy tahlilini amalga oshirish hamda agrokimyoviy xaritnomalarini tashkillashtirish maqsadida 2024-yil mobaynida 903 ta fermer xo'jaliklarining 53,830 gektar yer maydonida tuproq namunalari olindi. Namunalar olinishdan maqsad tegishli tartibda xaritnomalar ishlab chiqilib, dehqon va fermer xo'jaliklariga yerni unumdor qilish bo'yicha tavsiya va xulosalar berish. Zararli chigirtka o'choqlariga qarshi 1127 gektar maydonda kimyoviy ishlov ishlari o'tkazildi. Tut paravonasiga qarshi 1037 gektar tutzorlarda kimyoviy kurash ishlovlari olib borildi. 2024-yil hosili uchun dehqon xo'jaliklariga ajratilgan 14,470 gektar maydonda eksport mahsulotlarini yetishtirishga amaliy ko'mak ko'rsatish uchun 78 nafar karantin inspektorlari biriktirilib, eksport mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha tegishli tavsiya va ko'rsatmalar berildi. Yil yakuniga meva-sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlari eksporti 70,6 million dollarga yetkazildi. Shundan meva-sabzavot 60,9 million dollarni, oziq-ovqat mahsulotlari 9,7 million dollarni tashkil qildi. Ushbu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 180% ga oshishiga erishildi. Eksport geografiyasi 35 dan ortiq davlatni tashkil qilib, o'tgan yilga nisbatan 4 ta davlatga kengaydi. Bular Birlashgan Arab Amirliklari, Mongoliya, Polsha va Avstriya kabi davlatlar hisoblanadi. Asosiy eksport tashqi bozorlari Rossiya, Qirg'iziston, Xitoy, Qozog'iston davlatlariga to'g'ri keldi. 2024-yil mobaynida Andijon viloyatiga kirib kelgan karantin ostidagi mahsulotlar belgilangan tartibda nazoratdan o'tkazilib, 2059 dona karantin ko'rigi dalolatnomalari, chet mamlakatlarga eksportga chiqarilayotgan karantin ostidagi mahsulotlarga esa 5507 dona xalqaro namunadagi fitosanitar sertifikatlar rasmiylashtirildi. 2024-yil mobaynida boshqarmaning zararsizlantirish bo'limi tomonidan 878 ming metr kubdan ortiq yopiq sig'im, 103,474 metr kvadratdan ochiq maydonlarda zararsizlantirish ishlari amalga oshirildi. Boshqarmaning xat va hujjatlar va ishlarini olib borish edo.ijro.elektron tizimiga o'tkazilgan bo'lib, belgilangan tartibda elektron tizimda olib borilmoqda. Do'stlik o'simlik karantini chegara maskanida faoliyat olib borayotgan kinologlar tomonidan 239 ta holatda 6816 kilogramm karantin ostidagi mahsulotlar hamda 3081 dona ko'chat va qalamchi mahsulotlar to'xtatib qolingan va belgilangan tartibda olib kelingan davlatlarga qaytarib yuborilgan. Xitoy davlatidan keltirilgan 3200 dona xonaki gul, 100 kilogramm beda urug'i, 13 kilogramm qovun urug'i, 6 kilogramm tarvuz urug'i hamda Italiya davlatidan keltirilgan in vitro uzum ko'chatlaridan respublikamiz uchun xavfli bo'lgan kasallik va zarar ko'rganlar aniqlanganligi uchun qonunchilikda belgilangan tartibda yo'q qilindi. Fitosanitariya laboratoriyasi tomonidan esa olib kelingan 10,031 dona namunalar tekshiruvdan o'tkazilib, 149 dona mahalliy zararkunanda, 106 dona mahalliy kasallik, 12 dona mahalliy begonotlar aniqlandi. Qarshi kurash o'tkazish bo'yicha fermer va dehqon xo'jaliklariga tavsiya va xulosalar berilib, qarshi kurash tadbirlari o'tkazilib, bartaraf etildi. E'tiboringiz uchun rahmat.